U payg'ambarimizning tog'asi bo'lib, payg'ambarimizdan faqat 2 yoshli cho'ng edi. Şoň olar kiçikidan başlap birge oynap çoň bolgan tuqqan dostlardan edi. O kiçik vaqtidan başlapla nahaýat hareketi çakkan, qilishvaz bopla qanmay, oqyany nişanga tekkiziş maharati intaýyn ýokary edi. Şonuň üçin o yaş vaqtida köp vaqtini Mekkening sirtida oğlaş bilen ötküzetdi. Mekkelikler onun oqya maharati bilen başqalarning oldida faxrlanışatdy. Onun bilen qarşılışdan özüni qaçıratdy. O bolsumu Rasulullahning tag'isi, islom yo'lusi deb nomlangan Hazrat Hamza. Peygamber Aleyhisselam'a vahiy kelgende Peygamberimiz tuqqanlarının hammini yığıp ularga İslam'ni tushundirdi. Bu sorunda Hazreti Hamza var idi. Lekin bu din bizning birligimizni bozadi deb iman etishni xolamaydi. Peygamberimiz İslam davasını davamlaştırdı. Müşrikler Peygamberimizni yalğanchi, sehrgar deb türlük aziyatlar berdi. Müşriklarning Peygamberimizga bergan aziyatlari tag'isi Hamzani azaplaydi. Chunki kichikidan boshlab birga o'ynab cho'ng bo'lgan jiyani ham sut qarindoshi edi. U payg'ambarimizni nihoyat hurmatlaydi. Hazrat Hamza ota bobosidan qolgan dini va jiyan qarindoshining samimiyati orasidagi ikkilash ichida yashayotgan kunlarning birida Abu Jahl payg'ambarimizning yenidan o'tib ketib, payg'ambarimizni tillaydi va haqorat qildi. Payg'ambarimiz gap qaytarmay sukut qildi. Abu Jahl texmi avzaylab yerdan bir tal tosh ilib payg'ambarimizga atadi. Tosh payg'ambarimizning beshiga tegib, beshini yaralandirdi. Qon oqdi. Bu vaqtda Hazrat Hamza dal o'din qaytib kelayotgan edi. Hamza! Sen o'di yuriysan. Jana Muhammadga Abu Jahl kishilar oldida qattiq haqorat qildi. Sen tehi mening jiyanimni tillab urg'udak bo'ldingmi? Bilib qo'y, men uning dinida. Nochi bo'lsang meni to'sib baqa. To'xtanglar. Uni texim ochiqlantirib qo'ymanglar. Bo'lmasa jiyaniga butunlay agishib ketishi mumkin. Amaliyotda Hamzaning bu jadaldagi iymon etishimi yaxshi ko'rgan jiyaniga qilingan haqorat sababli bo'lgan edi. Bu sababdan u ochiqqa besilgandan keyin azoblanishga boshlaydi. Ey Hamza, sen öz diningdan voz kechding. Bunda qilganingdan o'lgining yaxshi. Deb vasvas qilishga boshlaydi. Hamza o'ziga. Men nim deb saldim. O'zimning dinidan chiqib qoldimmi? Ey Alloh, qilganim to'g'ri bo'lsa qalbimni bu dinga oshqin. Xato bo'lsa, menga bir chiqish yo'li bergin. Hazrat Hamza shaytonning vasvasi sababli bir kech uxlayolmay chiqdi va adisi payg'ambar alayhisolamning oldiga keladi. Jiyanim, men qiyin bir ahvolga tushib qoldim. Chiqish yo'lini topolmadim. Men nimaning ustida turyapman? To'g'ri yo'lmi yoki eg'ir ozg'unlikmi bilmadim. Sen menga o'zing ep kelgan din haqida so'zlab bergin. Sening so'zlaringni o'z og'zingdan anglag'im bor. Payg'ambar alayhisalom Hamzaga qarab so'z boshlaydi. Bir tarafdan o'lgandan keyingi savol so'roqdan ogohlantirish, yana bir tarafdan jannat bilan xush xabar berish bor edi. Hamzaning chiroyi barg'ancha yo'rib ketadi. Qalbi islomga ichiladi. Rasulullohning so'zlari Hamzaning qalbidagi qorong'ulikni yo'qotadi. Hamza o'rnidan turdi. Ko'zlarida haqiqiy iymonning nuri chaqnaydi. Hamza, men shuningga guvohlik beramanki, sen rostchilsan. Jiyanim, endi diningni oshkor qil. Alloh bilan qasamki, dunyodagi barliq boyliqlar mening bo'lgan taqdirdimi, men endi burunqi dinimga hargiz qaytmayman. Hamzaning islomi dastlabda tuqqanlarchilik taassubligi bilan boshlangan bo'lsa, endi Alloh uning qalbini ichib, eng mahkam tutqiga iymonga bog'ladi. Hamzaning islomga kirishi mazlum sahobalarga izzat bag'ishlab, islomga yangi bir sahifa ochdi. Hamza musulmon bo'lgandan keyin mushriklar Rasulullohga xohlagancha aziyat bermaydi. Hamza payg'ambarimizni mushrik arablarning aziyatlaridan qo'g'dab, islom yo'lisi, Rasulullohning yo'lisi degan sharafga erishdi. Hamza musulmon bo'lib, 3 kundan keyin Hazrat Umar islomga kirdi. Bu ikki botir azimatning musulmon bo'lishi sahobalarga ajoyib izzat olib keldi. Bechora mazlum musulmonlar sepining bir tarafida Hamza, yana bir tarafida Umar bosh bo'lib Ka'baga kirib, tunji qatim to'plashib oshkora namoz o'qiydi. Endi ish chatoq bo'ldi. Hamza bilan Umar bir yerga keldi.
Әмді ularni to'solmaymiz. Bugun biz oshkor holda Allohga ibodat qilamiz. Musulmonlarning sonining kundan kunga eshishi mushriklarni texmo ansirtishga boshlaydi. Mushriklar musulmonlarga bo'lgan zulmni har tarafdan texmo kuchaytirishga boshlaydi. Hazrat Hamza boshchilik bir qancha sahobalar Ey Rasululloh, mushriklarga qarshi urush qilaylik. Nima uchun qarab turamiz? Biz mushrik vaqtimizda aziz insonlar edik. Musulmon bo'lgandan keyin har kishilardan bo'lib qoldik. Urush qilib, ularning jajisini beraylik. Payg'ambar alayhissalom Alloh menga urush qilishga ruxsat bermadi deb urush qilishni rad qiladi. Uzun o'tmay Alloh taolo musulmonlarni Madinaga hijrat qilishga buyurdi. Hamza bu buyruqqa eng avval ovoz qo'shib, o'sib cho'ng bo'lgan yurtini tashlab Madinaga hijrat qiladi. Shundaqla payg'ambarimizning yonida turib, qachon jihadga ruxsat qilinaki deb jihadni 4 ko'z bilan kutadi. Hijratning 2-yili Hamza kutgan kun yetib keladi. Payg'ambar alayhissalom 313 nafar sahobani ilib, mushriklar qo'shini bilan Badr degan joyda uchrashadi. Ayni davrdagi urush qoidasiga asosan mushriklardan 3 kishi yakma-yak elish uchun maydonga tushadi. Men Allohning yo'lchisi Hamza. Sening kazzobliging bugun bu yerda oxirlashadi. Yakma-yak urushdan keyin ikki qo'shin o'ttirsida shiddatli jang boshlandi. Kaçınlar! Hamza kuvvetido kaçınlar! Men Allohning yo'lchisi Hamza. Qani kim men bilan 100 turan urush qipetini olaydi? Hamza bu urushda mushriklarning eng halqiliq odamlarini o'ldirdi. Shunda qilib bu urush mushriklarning mag'lubiyati, musulmonlarning zafari bilan oxirlashadi. Mushriklar nihoyatda og'ir talofatga uchrab qaytadi. Lekin ular qaytgandan keyin Badr urushida Hamzaning naqadar botirligini ko'gashga butun diqqatini Hamzani yo'qotishga markazlashtirdi. Badrda og'ir talofatga uchragan mushriklar kelar yili 3000 kishilik muntazam qo'shin bilan musulmonlarga hujum qilish uchun yana Madinaga qarab keladi. Shundaqla ular bu qo'shinda maxsus Hamzani o'ldirish uchun nihoyatda usta nayzavoz bir qo'lni mas'ul qilib, agar Hamzani o'ldira olsa hur bo'ldiganligi bilan va'da berishadi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarni to'plab jiddiy urush tayyorligini boshlab o'tadi. Mushriklar qo'shini Madinaga yaqin joydagi Uhud teg'ining yonida tushadi. Payg'ambar alayhissalom 700 necha sahoba bilan Uhud maydonida mushriklar bilan uchrashadi. Ikki taraf o'ttirsida shiddatli jang boshlandi. Bu urushda mushriklarni qo'rqitayotgan sahobalarning birisi bo'lsa, payg'ambarimizning tog'asi, Allohning yo'lchisi Hamza ibn Abdul Muttalib bo'ldi. U mushriklarning qo'shiniga bosib kirib, nihoyat qaramliq bilan ajoyib botirlik ko'rsatib urushidiki, uning bilan tutishib qolgan mushriklarning beshi yerga g'azon to'kilgandek uzilib tushadi. O'qiyachilar buyruqqa xiloflik qilib, musulmonlar mag'lubiyatga yuzlangandimi, Hazrat Hamza maydonda tik turib u jang maydonida mushriklar bilan tig'mi-tig' elishib, raqiblarini yer chiltayotganda maxsus uni o'ldirish uchun chiqqan Vahshiy ismli bir qo'l naysini nishonlab uni kuzatdi. Hamzaning harakatining chaqqonligi jang maydonidagi chabdaslik sababli xili uzungacha Hamzani qarg'alamaydi. Hamza jang qilayotganda tosh keynida mo'kib turgan Vahshiy nayzasini oldi. Nayza Hamzaga sanchildi.
Payg'ambar alayhissalom o'zi izlab Hamzaning jasadining yoniga kelib, kichikidan boshlab birga o'ynab cho'ng bo'lgan Makka mushriklarining ziyonkashligidan o'zini qo'g'digan Batur tog'asining bu vahshiylarcha o'ldirilgan holatini ko'rib, o'zini tutolmay qattiq ho'ngrab yig'lab tashlaydi. Va Alloh bilan qasamki, buni qilganlardan 70 kishini mushundoq o'ldirib qisos olaman deydi. Mushu vaqtda Alloh taolo tövendeki oyatni nozil qiladi. Va in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Va la in sabartum lahuwa khayrul lis-sabirin. Agar intiqom olmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlarga yetgan ziyon zahmat qanchalik bo'lsa, shunchalik intiqom olinglar. Agar sabr qilsanglar, bu sabr qiluvchilar uchun yaxshidir. Bu oyat tushgandan keyin payg'ambarimiz darhol degan gapidan yanadi. Chunki bu qisos urushi emas, bu islom ko'rishi. Aslo va aslo hissiyotimizni aralashtirishga, qisos g'azablarimizning keyniga kirib haddidan ishqa bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalom Hamzaga qarab, Hamza sayyidush shuhada. Hamza qiyomat kuni shahidlarning xo'jasi bo'ladi deydi. Ondan keyin biroz vaqt o'tgandan keyin bu urushda shahid bo'lgan Hamza va Hanzalarni tilga olib, bu ikkilarni farishtalar yuyatadi deb bishorat berdi. Alloh taolo Hamza va bu urushning shahidlari haqida tövendeki oyatni nozil qiladi. "Va la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Allohning yo'lida shahid bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagan. Balki ular tirik bo'lib Allah'ның dərgahidəki rızıqdan bəhrəman qılındı. Yəni cənnətdən ne'matlaridan atigan axşamda məngülük rızıqlandırıb turuldu. Ular Allah'ның özlərinə bəgən fəzlidən xursandır. Özlərinin arqasından tex yetib kelməgən, yəni şehit olmay tirik qalğan qarindaşlarga ahiretdə nə qorqunuş, dunyodan ayrılğanlıqıga nə qaygı yo'q ekanligi bilan xush xabar berishni tilaydi. Mana islomning necha asrlab bosh ko'tarishida Hamza kabi sahobalarning qani bor edi. Ular islomning bayoshat kunlarini ko'rmay faqat qurbonlik berib bu dunyodan ketgan edi. Bugungi kunimizning xaroblashishi dal Hamzaning izbosarlarining bo'lmaganligidandir. Badalni men to'lasam cho'qim, natijani men ko'rishim kerak va yoki natijasini men ko'rolmaydigan badalni to'lamayman deydigan shaxsiyatchi imonimiz va yoki men badal to'lamay faqat natijaga erishay, badalni boshqalar to'lasin deydigan jonboqti soxta imonimizning tufaylidandir. Alloh taolo bizga qalbimizga o'rlashgan qo'llarimizni harakatga o'tkaza oladigan rost iymon ato qilsin. Mana shunday iymon sohiblaridan Alloh rozi bo'lsin. Alloh bizni dunyoda Hamzaning izbosarlaridan qilsinki, oxiratda Firdavs jannatda ular bilan birga bo'lgan nasib qilsin. Amin.